Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar hamda kanalimiz a'zolari. Mana Amir Agro firmamizda 2026-yilgi mavsumimizni ham boshladik. Bu galgi syomkamiz pomidor urug'larimiz haqida bo'ladi. Xudo xolasa bular haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Bu oldimizga hozir 6 xil pomidor urug'imizni qo'ydik. Bulardan hozir qisqacha ma'lumot berib ketamiz. Bulardan birinchisi haqida tanishtirsak sizlarga, hammamizga yaxshi tanish bo'lgan Turkiyaning Bursa kompaniyasining bitta 19 pomidor urug'i hisoblanadi. Anchadan beri, 4-5 yillardan beri bozorimizga kirib keladi. Dehqonlarimiz ekib sinovdan o'tkazgan, O'zbekistonimizning barcha viloyatlarida ekib sinovdan o'tkazilgan. Hosildorligi zo'r, o'sish, yerlarga moslashish, iqlimga moslashishligi juda zo'r. Bir tupidan o'rtacha 7-8 kilogrammgacha hosil beradi. Kasallikka chidamlik, yerga tushish ham zo'r, yer tanlamaydi, har xil ob-havoga qulay. O'rtacha bitta hosilning og'irligi sredniy 180-200 kilogrammgacha bo'ladi. Bundan keyingi urug'imiz haqida ma'lumot bersak, Germaniyaning Siemens kompaniyasining 83 pomidor urug'i hisoblanadi. Dehqonlarimiz orasida ancha o'zining o'rniga ega. O'tgan yil 2025-yilgi mavsumimizda O'zbekistonga kiritilmadi. Xudo xolasa mana 2026-yilgi mavsumimizda bizning Amir Agro firmamizda sotuvda mavjud urug'imiz ham. Bu urug'imizning hosildorligi zo'r. Ba'zi joylarda o'zimiz ko'rgan Samarqand, Qashqadaryo, Jizzax tomonlarida ko'rganmiz. Dehqonlarimiz 10-12 tergacha tergan joylarni ko'rganmiz. Qattiqligi ham zo'r, bozor bo'lib ham zo'r pomidor. Terimi ham zo'r. Kattaligi ham sredniy ko'p katta bo'lib ketmaydi. Bozor bo'lib 200-220 gram atrofida bo'ladi. Bundan keyingi urug'imiz hammaga mashhur o'sha Lajayan Gollandiyaning Enzizaden firmasining Lajayan F pomidor urug'i hisoblanadi. Bu urug'imiz haqida dehqonlarimiz bizga nisbatan ko'proq ma'lumotga ega, hosildorligi zo'r. Dehqonlarimiz har tomonlama O'zbekistonning barcha viloyatida ekib sinovdan o'tkazgan, qaysi yerda qanday bo'ladi, issiqlikka qanday, sovuqlikka qanday, iqlimga qanday tushadi, hammasini bizdan ko'proq ma'lumotga ega. Bizning Amir Agro firmamiz aniqlangan sotuvda mavjud. Bemalol telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Undan keyingi urug'imiz O'zbekistonda ham ancha o'zining o'rniga ega bo'lib qoldi. Barbor F urug'i hisoblanadi. Barbor F urug'imiz ham Gollandiyaning Enzizaden firmasining Barbor F urug'i hisoblanadi. Bu urug'imizning hosildorligi zo'r, bir tupidan o'rtacha 9-10 kilogacha hosil beradi. O'zbekistonning deyarli barcha viloyatlarida ekib sinovdan o'tkazib ko'rishdi dehqonlarimizga ma'qul. Terimi ham zo'r. Faqat bu Lajayanga nisbatan Lajayan sredniy 200-220 gram bo'lsa, bu 200-250 gramgacha bo'ladi. Sal farq qiladi gram. Lekin hosildorligi zo'r farq qilmaydi. Bundan keyingi urug'imiz hammamizga tanish bo'lgan Platinum firmasining Germaniyaning Bast firmasining Interland pomidor urug'i hisoblanadi. Bu urug'imiz dehqonlarimiz menimcha bilishadi, Platinum degan urug'imiz bo'ladi. Shunday joyga olib kelyapti bu yil. Deyarli kelmadi Platinum urug'i, keldi kamroq keldi boshida. Hozir Platinumni xohlaymiz desa, Interland urug'imiz bizning Amir firmamizda sotuvda mavjud. Bu urug'imizning hosildorligi zo'r, sredniy 200-220 gram bo'ladi. Bir tupdan o'rtacha 8-9 yilgacha hosil beradi. 75-70 kunda tayyor bo'ladi pomidor urug'imiz. Undan keyingi urug'imiz Koreyaning Asiaset firmasining Resistar F urug'i hisoblanadi. Patkasdan maydirab, bunda ham 1000 dona urug' hisoblanadi. Sredniy 3.5 sotkega yetadi. Bu urug'imiz ham dehqonlarimiz orasida ancha ekib sinovdan o'tkazib ko'rishdi. Bozor bo'lib, qattiqligi zo'r, terimi zo'r, yerga moslashuvchanligi zo'r. Yer tanlamaydi, barcha viloyatlarimizda ekib sinovdan o'tkazib ko'rishdi. Hosildorligi yomon emas. Hurmatli dehqonlar hamda kanalimiz a'zolari, bu videorolikimiz qisqa bo'ldi. Kimga qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, takliflaringiz bo'lsa, bemalol kommentariylarga yozib qoldirishingiz mumkin. Paxsa telefon raqamlarimizni qoldiramiz, telefon raqamlarimizga bemalol telefon qilib xarid qilishingiz mumkin. Rahmat hammaga.